Komiljon, siz aytadigan bu tarona qanday uslub? Samandar akam aytgandek, shu Ozod Ibragimov yaxshi bastakor, yaxshi xonanda ustozimiz edilar. Shu kishi mana shu sabti yo'nalishga musiqaga joylab solib, ko'p shogirdlar ijro qildi, ustozlar ham ijro qilishdi. Shular qatorida biz ham qo'limizdan kelgancha mana shu g'azalga bir qo'l urdik. Aslida bu g'azalni bitishini Komiljon aka tarixini aytib berganlar. Qanday buni tarixi? Biz 87-yilda Hojixon ustoz olamdan o'tganini xabarini eshitib qoladi. Shu paytda Komiljon aka Xorazmda emas, davri bo'ladi. Shunda aytadilarki, otangiz olamdan o'tib qoldi degan xabarni yetkazadi-da. Ranabiy ayollari buyuk bir Xorazm san'atining katta bir shoxasi sinibdi-da degan bir nima ko'nglimga bir shu zahoti tanamga singib ketdi dedi va shunga hech o'ylanmasdan qo'limga qalamni olib ko'z yoshlar bo'lib daryo ketdimi Hojixon bilan, giryonga to'lib daryo ketdimi Hojixon bilan degan radifni yozib, qarangda endi oxirida aytibdiki, ha degil komil emas tokim avlodlar uchun desalar o'chmas ziyo ketdimi Hojixon bilan. Qarangda, Hojixon ustozga mehri shu qadar bo'lganki, o'chmas ziyo, bir ziyo tarqatuvchi darajasida qabul qilgan ekanlar. Haqiqatan ham endi Hojixon ustozlar bir Alloh nazar solgan shunday bir buyuk zabardast hofizlik darajasiga erishgan ustozlar-da. Bu juda bir o'lmas ijodiy asar bo'lib qolibdi-da. Biz ana shunga xursand bo'lamiz. Keling, eshitib olsak bu shularni. Yoshlar bo'lib daryo ketdimi Hojixon bilan. Ko'z yoshlar bo'lib daryo ketdimi Hojixon bilan. Giryonga to'lib daryo ketdimi Hojixon bilan. So'l usul talqin rost, ham bayonlar beqiyos. Durmushi tursin dunyo ketdimi Hojixon bilan. Durmushi tursin dunyo ketdimi Hojixon bilan. Haykırıkladı jilov, sualarardin ayrılık. Nahotki bo'lsa rüya, ketdimi Hojixon bilan. Nahotki bo'lsa rüya, ketdimi Hojixon bilan. Komil ovozni doimo eslaymiz biz. Ayniqsa mumtoz qo'shiq ijrochiligi bilan bog'liq dasturlarimiz, bu ijodiy talqinlarda, mulohazalarda hamisha bu musiqashunoslarimiz ham hozir, xonandalarimiz ham u kishini tildan qo'ymaydi. Chunki shunday musiqa ijodiyotiga, milliy musiqamiz targ'ibotiga singishib ijodiyot olib borgan ekanki,
Buni endi so'z ojizlik qiladi. Xotiralar juda ko'p. Endi bitta voqeani aytib beraman-da. Shu Kamiljon aka bilan bo'lgan voqeani bir guvohiman. Davlat ishida ishlagan bir odam to'y qilib qoldi. Shunda to'yda teatrda ishlab yurgan davrlar edi Kamiljon akani. Xudargan hofiz orqali Firuz aytilib turibdi. Shunda Firuzning yarmina kelgan vaqtda shu odam kelib, "Qani to'xtatinglar. Buni meni otam o'ldim ya." Davradagi gap bu. Ha, davrada bo'lib turgan to'yning o'rtasida. Bir to'yga o'xshasin axir degan gapni qilib qoldi-da. Bu hayron bo'ldik. Bu Firuz degan ashula bu axir bizning faxrimiz-ku. Shuni qo'shiq aytildi baribir. Aytilgandan keyin Kamiljon aka bu so'z navbati berilib qoldi. Shunda aytdi, kimning otasi o'lganda Firuz aytilingan. Firuz ashulasi bu biz to'ylarimizni bizning shoh ashulasi-ku bu. Men bu to'yda o'tiraverman dedi. Men bu to'yni tark etib chiqib ketaman dedi. Qarang bu insonni san'atga bo'lgan, bu g'azallarga bo'lgan, maqomga bo'lgan, bu san'atkorlarga bo'lgan hurmati shunday darajada bo'ldiki, shu to'ydan chiqib ketdi. Men adashib ketibman bu to'yga dedi. Bu holat bugun bizni tinglayotgan muxlislar uchun ham bir ibrat. Ibrat. Yoshlar yodiga solib, esiga solib qo'ysalar, mana shuni esda tutsalar, albatta Firuz ashulasi aytilgan joy albatta to'y. Yana aytaman-da, yuziga qarab to'g'ri so'zli, to'g'ri aytadigan shunday bir inson edi. Samandar aka, mana Dilujonim degan filmda siz va Kamiljon Bobojonov, Farhod Davletov Davletovlar qatnashgan, ko'plab san'atkorlar qatnashgan. Komil Avaz ustozning ta'siri qanday bo'lgan mana shu filmda? asosiy mana shu filmga ssenariy yozishda Kamiljon aka o'zlari shaxsan mana shu filmni qaysi qo'shiq aytadi, qaysi suvora, qaysi Muhammad yoki qaysi sabti suvoralar aytadi, hammasini o'zi mana shu ssenariyga kiritib, boshidan oxirigacha o'zlari shunda rejissyorlik qilib, Toshkentdan, televiziyadan shu odamlar rejissyor, operatorlar olib, o'zlari syomka qilganlar shu. Shunday biz ana suvorani, katta suvorani sabtisi bilan aytish ssenariysi bo'yicha Farhod aka Davletov bilan O'zbekiston xalq hafizi ustoz san'atkor. Shu kishi bilan diyralashma jarayonida bizni tanlab olishdi. Ovozimiz amuqtaligidir balkim, yoki sozimizdir. Alloh nasib qildi mana shunday bir tarixiy jarayonda ishtirok qilib, mana shu hozirgi kunda mana O'zbekiston O'zbek telefilm studiyasida oltin fonda saqlanib kelyapti. Ana shuni diyralashma jarayonida keling dedi, mana shu filmni xalqning nazarida ko'tarinki bir ruhda yakunlasak degan bir fikrda tayyorlanish jarayonida she'r yozib keldilar. Menga mana shuni o'qiysan hozir dutorlarga, salkilarga so'z yozib keldim. Qo'limni oldim, birinchi alishim hali o'qitibman. Bu yerda Azat aka, Bobo Nazarov musiqa rahbari edi shu filmda. Alloh rahmat, Ivodil aka Niyozmatov bilan rejissyorlik qilgan domlamiz. Keyin shu o'qidikda shu birdan dutorni chalishdi, shunga shu kuy ohang to'g'ri keldi. Salkilarga bu qizishmang birdan deb o'qib boramizda. Birinchi o'qishda. Qarasak, shu dutor bilan musiqa bilan amuqtalik yaxshi. Dutorlarga ketyapti-da. Ana dutorni chalib o'tiribdi, shu sekin o'qigandan o'zi ohangi bilan mos kelyapti-da. Amuqtaligi bo'layapti. Keyin musiqa asboblari jo'rlik qilib qarasak yana boyib ketdi-da bu to'g'ri. Mana shu telefilmda oxirida Farhod Davletov bilan shu diyralashmadan keyinda sabti suvaram diyralashma tamom bo'lgandan keyin eng yakunida shu dutorlarga ham diyralashma usulida yakunladik. Jonu tanning lazzati tan lazgidur. Shodmonlikning izzati tan lazgidur. Sozu suhbat hazzati tan lazgidur. Lazzati tan, izzati tan, hazzati tan lazgidur.
Selkilerdi bu kızman, kızışman birden birden. Selkilerdi bu kızman, kızışman birden birden. Lezgini lezgini oyna, kasvurur birden birden. Lezgini lezgini oyna, kasvurur birden birden. Aha aha aha, hey, vaka vaka vaka. Aha aha aha, vaka vaka vaka. Lazgiga yozgan she'rni o'zini ham bir qarang da. Bu ya lakirdak ishtaka emas, bu sarki lazgi, bu qizishmang birdan birdan, bu so'zni o'zi bir boshqachada bu. Boshqa lazgilarning so'zlariga o'xshamaydi bu. Qanday bo'lsa ham shu lazgigacha maqomlarimizdan tortib suvoralar, firuzlarimiz ichida chiroyli raqs postanovkalari bilan birga ajoyib viloyatimizning turli manzillarda qilingan bu asar bugun mana ijodiy merosimizga aylandi. Ajab emas. Hali mana shu filmlar ko'p ijodkorlarimizning ijod boshlashiga, o'zlarining mana shu ravnaqi yo'lida bir turtki bo'ladi degan niyatimiz bor.